Jang boshlanyapti. Farishtalarni o'ldirish mumkinligini isbotladik. Ular sen uchun kelmaydi deb o'ylaysanmi? Va birinchi o't ochilganida kim tomonda bo'lishni xohlaysan? Charlie narkotiklarga yo'q degan deb o'ylagandim. Xush kelibsiz. Hezbin mehmonxonasiga. Xayr, ahmoqlar. Menga bu ko'rinish yoqmadi. Sizni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, malikam. Keyingi qirg'inda rejalaringiz qanday? Va siz hammani himoya qilasizmi yo faqat yaqinlaringiznimi? To'xta, sen kimsan? Mening ismim Baxter. Shunda u endi yangi penchasmi? Yo'q. Hey ahmoq. Ko'kragimdan qo'lingni tort. Bu xuddi barchani o'ylashga majbur qiladi. O'zgarishni imkoni bor. Endi har biringiz hayotingizni o'zgartira olasiz. Qanaqadir ishga o'xshaydi. Bu mehmonxona farishtalarni o'ldirish uchun qurilmaganmidi? Jin ursin. Menda bu hazbin uchun yaxshiroq narsa bor. Biz mehmonxona obro'sidan foydalana olamiz va tublik osmonlarga egalik qila oladi. Biz ma'bud bo'lishimiz mumkin. Kim men bilan? Men tushunmadim. Sen menga ishonmayapsanmi? Vox surishga da'vo qilmoqda. Osmon bizga zarar yetkazmaydi. Biz uni to'xtatishimiz kerak. Armiya generali sifatida nima taklif qilasan? Men bunga tayyormasman. Bu bolani yoqtirmaganman. U zaif. Yedingmi? Sen rostdan ham butun osmonga kuchim yetadi deb o'ylaysanmi? Sen hatto jahannamda ham eng kuchlisi ekanligingni isbotlamagansan. Farishtalar ham o'yinga qo'shiladimi? Qo'shinni tayyorla. Unutma, biz oldin ham bunday narsalarga duch kelganmiz. Birga buni yana qila olamiz. Ikkinchi mavsum. Nifty, mehmonxonani nazorat qilib tur degandim. Nima qilding shu paytgacha? Buni. Endi ularning qo'li bor. Endi ular musiqa chala oladi. To'g'risi bu ajoyib ekan. Faqat bizda.